Assalomu alaykum aziz onajonlar. Siz Mama Lingua sahifasidasiz va bugun biz ko'pchiligimizni xavotirga soladigan, ba'zan charchatadigan, asabiylashtiradigan mavzulardan bittasi haqida gaplashamiz. Bu bolalardagi tantrumlar. Tantrumlar degani bu biz o'zimizcha atab olgan bolamizning injiqliklari, erkaliklari, isterika qiladi deymiz-ku, mana shu isterikalarni inglizcha nomi tantrumlar deyiladi. Fan tilidagi nomi ham shunaqa tantrumlar bo'ladi. Va bugun mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni bola har doim ham yerga yotib olib yig'lasa, qichqirsa, o'zini ursa yoki sizni urib tashlasa, bu ko'pincha o'zimiz xalq orasida noto'g'ri talqin qilinadi. Ya'ni bola erkalanib ketgan, tarbiyasiz yoki bo'lmasam injiq deb degan so'zlar ishlatamiz. Aslida bu nimaga unaqa bo'ladi? E'tibor bergan bo'lsangiz, deyarli hamma bolada bu holat uchraydi. Bu tantrumlar o'zi nima? Nima sababdan yuzaga keladi? Nima qilish kerak? Ona sifatida qanaqa yordam bera olasiz? Nima qilsa bu vaziyatdan to'g'ri chiqib ketish mumkin va oson yashab o'tish mumkin? Shu haqida gaplashamiz inshaalloh. Alloh barchamizga manfaatli qilsin. Demak, boshladik. Eng birinchi bo'lib o'sha tantrumlar nima degan savoldan boshlasak. Tantrumlar bu boladagi kuchli hissiyotlarni so'z bilan ifodalay olmasligi natijasi deb qabul qilsak bo'ladi. Ya'ni boladagi o'sha jahli chiqishi bo'lishi mumkin, xafaligi bo'lishi mumkin, qo'rquvi, charchog'i. Mana shu narsani o'zini tushuna olmasligi va sizga tushuntirib bera olmasligi, so'zlar bilan ifodalay olmasligi sababli yuzaga keladigan bir tanadagi normal bir hodisa deb tushunsak bo'lar ekan. Ya'ni aytishimiz mumkin, bu qanaqadir sizni ataylab qilinadigan, sizni jahlingizga tegish uchun qilinadigan narsa emas, yoki bo'lmasam bola o'zidan o'ylab topgan narsa emas, e'tiboringizni tortish uchun qilinadigan narsa emas. Bu shunchaki rivojlanish bosqichi ekan. Xo'p, o'zi bu nega paydo bo'ladi? Mana shu tantrumlar nimaga paydo bo'ladi? Buni asosiy 4 ta sababi bor. Birinchisi bu miyani hali to'liq rivojlanmaganligi. Asosan shu 3-5 yoshligigacha bolani o'zini bosishi, biror nimani kutishi yoki sabr qilish degan narsa yoki hislarini o'zi nazorat qilishi, hislarini nomlay olishi, sizga tushuntirib berishi hali yetilmagan bo'ladi. Ya'ni mana shu qismlarni boshqaradigan miyani qismlari to'liq rivojlanib ulgurmagan bo'ladi. Ya'ni bu ishlarni bola hali to'liq uddalay olmaydi, xuddi biz kabi. Shuning uchun u hozir bo'lsin, hozir xohlayman, tez bo'lishini xohlaydi. Shunaqa u kutish degan, sabr qilish degan narsalarni bilmaydi. Buning sababi esa oddiy, u hali miyasi to'liq rivojlanib ulgurmaganligi. Xo'p, ikkinchi sababi nima bo'lishi mumkin? Ikkinchi sababi bu so'z bilan ayta olmaslik tabiiyki. Ya'ni bola ichida shunaqa holatlar bo'layapti, bola masalan men xafa bo'ldim, shuning uchun mana shunaqa bo'layapti yoki jahlim chiqyapti yoki charchab ketdim yoki qornim ochqadi yoki uyqum o'tib ketdi vaqti deb sizga ayta olmaganidan tanasidagi o'zgarishlarni, hissiyotlarni, qanaqadir boshqacha hislarni his qilib, lekin uni sizga yetkazib bera olmaydi. Va shuning natijasida u yig'laydi, qichqiradi, yerga yotadi. O'zi ham nima qilishni bilmaydi bu holatda. Keyingi sababi esa bu charchoq bo'lishi mumkin, ochlik bo'lishi mumkin yoki rejimning buzilishi mumkin. Bolalarda bilasiz, qat'iy rejim bo'lishi kerak. Uxlash vaqti, turish vaqti, ovqatlanish vaqti. Bola noaniqlikni, bola tanasi ham noaniqlikni yomon ko'radi. Noaniqliklar ular uchun xavf deb qabul qilishadi. Ya'ni xavfsiz muhit bo'lish uchun ularda aniq rejim bo'lishi kerak. Ya'ni u bilishi kerak, ha, ertalab turdim, mana bu ishni qilamiz bugun. Har doim shunaqa qilamiz. Masalan, obedda bu ishni qilamiz. Kechqurun bunaqa bo'ldi. Hozir cho'milib chiqdim, tishimni yuvdim. Oyim kitob o'qib berdi. Uxlashim kerak ekan. Mana shunaqa ketma-ketlik har doim bir xil bo'lgan rutinalar deymiz. Mana shu rutinalar ketma-ketlik bolaga xavfsizlik hissini beradi. Mana shu rejim buzilishi ham bolada qanaqadir xavf borligini bildiradi yoki qanaqadir bolaga komfortini buzib qo'yadi. Mana shunaqa holatlarda
bolada tantrumlar oshish ehtimoli 3 barobarga oshar ekan bunaqa holatda. Ya'ni shu bola och bo'lsa, bola uxlamagan bo'lsa, uyqu vaqti o'tib ketgan bo'lsa, e'tibor bersanglar, ko'proq biron joyga, ko'chaga aylanishga chiqqanda yoki nimadir bo'lganda, ishqilib bolani rejimi buzilgan paytda ko'proq sodir bo'lishini o'zingiz ham payqagan bo'lishingiz kerak. Va 4-chi asosiy sababi yana bittasi bu nazoratni his qilish istagi. Ya'ni shu bola hamma narsani nazorat qilgisi keladi. O'sha uni men degan, men qilaman, men boshlayman, men degan o'zini davri boshlangan bo'ladi. Hamma narsaga aralashib ko'rgisi, o'zi qilib ko'rgisi keladi. Bunaqa kuchli istagini, kuchli xohishini siz nimadir bilan to'xtatib qo'yishingiz uni jahlini chiqaradi yoki uni hissiyotlarini oshirib yuboradi. Shunaqa paytda u shu tantrumlar yuzaga kelib qoladi. Ya'ni o'sha injiqliklar qilish, yig'lash, yotib olish, qichqirish, mana shunaqa narsalar bo'ladi. Xo'p, tantrumlar o'zi qaysi yoshlarda ko'proq uchraydi? Eng ko'p uchraydigan davri bu 1,5-3 yosh. Mana shu oralig'da eng ko'p tantrumlarni kuzatish mumkin bo'ladi bolada. 3-4 yoshda bu hali ham davom etishi mumkin, lekin sekin kamayishi boshlaydi bu narsa. 5-6 yoshda esa ko'pchilik bolalarda o'sha pasayib ketgan, ayrim bolalarda anchagina kam darajada qolgan bo'lishi mumkin. Agar bu yerda bitta narsani aytib o'tishim kerak, agarda 6-7 yoshdan keyin ham mana shunaqa kuchli tantrumlar sodir bo'layotgan bo'lsa, xuddi shu masalan yosh boladagidek, 2 yoshidagidek shunaqa tantrumlar qilib, injiqlik qilib, o'zini otib, emotsiyalarni shunaqa izhor qilayotgan bo'lsa bolangiz, o'ziga yoki boshqalarga zarar berayotgan bo'lsa, balki mutaxassis bilan maslahatlashib ko'rish kerak bo'ladi. Bunaqa paytda shu mutaxassisga murojaat qilish tavsiya qilinadi 6-7 yoshdan keyin. Ungacha esa bu narsalar norma deb qabul qilinadi. Bu hammada bo'ladigan, yashab o'tish kerak bo'lgan bitta jarayon, holat deb aytsak bo'lar ekan. Xo'p, endi hammamizni qiziqtirgan qismiga yetib keldik. Bu tantrumlar paytida ona o'zini qanaqa tutish kerak? Ona sifatida siz nima qilishingiz kerak? Nima qilsangiz to'g'ri bo'ladi? Eng birinchi o'rinda albattaki o'zingizni bosishingiz kerak. Ya'ni siz o'zingizni emotsiyalaringizni nazorat qilib olishingiz kerak. To'g'ri, ba'zida siz uni qiliqlari, masalan, bolangiz qilayotgan qiliqlar sizga kulgili tuyulishi mumkin. Masalan, menda shunaqa kayfiyatim yaxshi bo'lsa, qilayotgan ishlari kulgili tuyuladi. Yoki charchagan holatda bo'lsangiz, yoqmasligi, jahlingizni chiqarishi mumkin. Qanaqa holatda bo'lsa ham, siz o'zingizni nazorat qilishingiz kerak birinchi o'rinda. Tushunishingizki, bunga nima yordam beradi? Eng birinchi o'rinda chuqur nafas olish. Deb to'liq chuqur nafas olamiz va aqlan o'ylab ko'ring o'zingiz. Hozir bolamni miyasi o'chgan. Hozir unga baqirganimni, urishganimni, qichqirganimni, urganimni ham foydasi yo'q. Bu faqatgina shu vaziyatni yomonlashtiradi, unga noto'g'ri yomon emotsiyalar berib qo'yishi mumkin deb o'ylashingiz kerak. Bu yerda sizga tinchlanishingizga yordam beradigan narsa bolangizni tushunish. U mittagina, jajjigina odamcha tanasida shunaqa kuchli emotsiyani his qilyaptiki, u sizga uni yetkazib bera olmayapti. U sizga gapira olmayapti, sizga tushuntira olmayapti ichidagi narsani. Va shuni shunchaki yig'i bilan yoki boshqa emotsiyalar bilan sizga tushuntirishga harakat qilyapti. Mana shu narsani o'ylashingiz kerak. Men bolamga yordam berishim kerak deb o'ylashingiz kerak mana shu vaziyatda. Shu narsa sizni ancha bosadi, ancha tinchlantiradi. Bu holatda boshida kulgingiz kelsa ham yoki jahlingiz chiqsa ham, ikkalasi ham normal emas. Ya'ni urmasam, jahlim chiqmasa bo'ldi, kulib yaxshi turishim mumkin, kulishim mumkin deyishingiz xato ekan. Ustidan kulish ham mumkin emas ekan. Shunchaki doimiy normal barqaror anaqangizda turib berishingiz kerak, holatingizda turib berishingiz kerak. Masalan, sokin, lekin har doim bolani yonida turishingiz kerak. Masalan, yig'ladan bo'ldi, men ketdim, qolaver, o'zing yig'lagin deb tashlab ketilmaydi. Yoki bo'lmasam, men ketdim, bo'ldi, tez-tez unaqa deb gapirilmaydi. Yoki tepadan turib ham prosta qarab turmas ekanmiz. Bo'yingizni bola bo'yicha pastga tushish kerak, o'tirishingiz kerak. Ya'ni bola yig'layaptimi, yonida o'tiring. Yoki bo'lmasam, tikka turibdimi, bo'yingiz siz qator qilish uchun tiz cho'kishingiz kerak-ku. Shunaqa
Bo'yiz bola tengi bo'lishi kerak va unga sizni gaplaringizni eshitadigan ahvolda bo'lsa gapirishingiz, agar sizni gapingizni umuman eshitmaydigan holatda bo'lsa, unga prosta gapirmasdan qarab turishingiz kerak. Shunchaki kutishingiz kerak. Bolani yig'isini yashab o'tishiga qo'yib berishingiz kerak ekan. Ya'ni bolani darrov chalg'itishga harakat qilmang. Nimaga bunaqa qilish kerak? Hozir bundan keyin aytib o'taman. Demak, birinchi hozir qiladigan ishimizni aytib o'tayotgandim. Birinchisi o'zingizni bosish ekan. Qanaqa o'zingizni bosishni tushuntirdim. Ikkinchisi bolani hislarini tan olish. Ya'ni bolaga aytishingiz mumkin: "Ha, ko'ryapman, xafa bo'lding. Ha, xafa bo'ldingmi? Ko'rdim xafa bo'lyapsan. Ko'rdim jahling chiqyapti. Senga ham qiyin bo'ldi" deb uni tushunishga harakat qilishingiz kerak ekan. Unga hislarini tan olishingiz va unga aytishingiz kerak ekan. Bu qanaqadir erkalatish deb tushunmang. Boshida rostdan ham o'zingizga g'alati tuyulishi mumkin, o'rganmagan bo'lsangiz, no keyinchalik o'rganib ketasiz. Bu uni tushunish deb qabul qiling. Va qisqa va sokin gapiring. Boya aytganimdek, shu uzoq nasihat qilib, uzoqdan kelib gapingizni o'sha paytda tushunadigan ahvolda bo'lmaydi bola. Shuning uchun qisqa-qisqagina: "Sen xavfsizsan, men seni yoningdaman, birga o'tiramiz, quchoqlayman." Mana shunaqa. Uni faqat tushunishingiz va yonida turib berishingiz eng muhimi shu yerda. Siz qiladigan eng katta yordam mana shu narsa bo'ladi. Va xavfsizlikni ta'minlash. Ya'ni, masalan, boshini urayotgan yo o'ziga zarar berayotgan bo'lsa, albattaki uni to'xtatishingiz. Unda ham baqirib, chaqirib, urishib emas, shunchaki sokin holatda uni ushlab turishingiz yoki uni himoya qilish yoki quchoqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Agar ruxsat bersa, bu holatda bolaga eng yaxshi yo'l bolani quchoqlab tinchlantirish. Shunchaki o'tirib berish. Nima mumkin emas bu paytda? Ya'ni ona nima qilishi kerak emas? Qichqirishi, urishishi, tahdid qilishi, ayniqsa, "Hozir mana bunaqa qilib tashlayman, hozir uraman, hozir kimgadir aytaman, hozir kimnidir chaqiraman, seni nimadir qilib ketadi." Shunga o'xshagan gaplar yoki bo'lmasam kimdir bilan solishtirish. Qara, mana bu bolani qara, aqlliligini, bu yig'lamayapti-yu, nimaga sen yig'laysan? Nimaga sen yerga yotib olasan? Mana shunaqa qilib kimdir bilan solishtirish, akasi, ukasi bilan solishtirish, opa-singlisi bilan yoki: "Qara, bu opang mana bunaqa qilyapti, qara yig'lamayapti, sen yig'layapsan, sen aqlsiz bola bo'lding." Yoki bo'lmasam uyat bo'ldi, qara, sharmanda qilish, ya'ni uyat bo'ldi deb uni uyaltirishga harakat qilish. Yoki bo'lmasam darhol xohlaganini berib qo'yish ham bu vaziyatda xato hisoblanadi. O'zi asosan nimadir olaman degan paytda siz olib bermaganingiz, nimadir ushlab turgan paytda qo'ldan olib qo'yganingiz yoki qiziq bir nimani to'xtatib qo'yganingiz, o'ynayotganda yoki xavfsizlik uchun nimadir qo'ldan olib qo'yishingiz, mana shunaqa vaziyatda o'zi tantrumlar yuzaga keladi asosan. Va bola yig'lab baqir-chaqir qilganda srazu o'sha narsani yana qaytib qo'liga berib qo'yishingiz ham bu o'rinda xato. To'g'ri, ba'zi vaziyatlarda berishingizga to'g'ri keladi. Lekin buni boshdan o'rgatib qo'ymaslik kerak. Ya'ni agar siz xohlagan narsasini berdingiz, u o'zida assotsiatsiya hosil qilib oladi miyada. Ha, bo'ldi, demak mana shu narsani shunaqa qilib olsa bo'lar ekan. Oyim olib qo'ydimi, yig'lab bersam qaytib berar ekan degan fikr bo'lib qoladi. Shuning uchun ayniqsa xavfli narsalarda, xavfli holatlarda hech qanaqasiga yig'lasa ham, baqirsa ham, chaqirsa ham, yotib olsa ham bermaslik eng to'g'risi bo'ladi. Shunchaki uni yig'lab tinchlanishini kutishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda siz o'zingizni qanaqadir aybdor his qilishingiz kerak emas yoki odamlardan uyalishingiz kerak emas. Mana shu holatda ham odamlarga, boshqa odamlarning fikri sabab siz farzandingizga ko'proq zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun atrofdagi odamlarga e'tibor bermaslikka harakat qiling, qanchalik qiyin bo'lsa ham. Shu vaziyatda yana eng ko'p qilinadigan xatolar haqida bor ekan, shuni ham aytib o'tay. Eng ko'p qilinadigan xatolar shu yig'lama deb yig'lashiga qo'yib bermaslik. Hamma tantrumlarni bu erkalik, bu injiqlik, bu o'zini xarakteri shunaqa, noto'g'ri tarbiya berib qo'ydim, erkalatib yubordim deb o'zingizni ayblash yoki shu noto'g'ri tarbiyam sabab deb o'ylab qo'yishingiz ham bu yerda qilinadigan eng katta xatolardan bittasi ekan.
har safar tantrumlardan qutulish uchun yoki tezroq tinchlanishi uchun bolaga o'sha xohlagan narsasini darrov berib qo'yish ham bu o'rinda eng katta xatolardan biri hisoblanadi ekan. Va undan keyingisi tantrumdan keyin gaplashmaslik. Bu yerda eng muhim joyi o'zi tantrumlardan keyin gaplashib olish ekan. Shu vaziyatda gaplashmaslik eng katta xato bo'ladi. Qanaqa gaplashib olishligini keyingi o'rinlarda, keyingi bosqichlarda aytib beraman. Xo'p, hozir bitta yaqinda eshitib qolgan bitta nima desam ekan, insight haqida aytib bermoqchiman. Bitta video ko'rib qoldim. Shu psixolog aytib beryapti, ingliz tilida edi. Bolalardagi tantrumlar mana shunaqa. O'zini tutishi, injiqligi, mana shu holat, injiqlik deb o'ylaymiz-ku biz. Mana shu narsa tantrumlar yashab o'tilishi shart bo'lgan narsa ekan. Ya'ni yig'lashga qo'yib berishingiz shart. Nimaga? O'sha psixolog aytib beryapti. Yaqinda bitta ota-ona bolasini olib keldi deydi. 14 yosh, adashmasam, 14-16 yoshdagi bola ekan. Hali ham 2 yoshli boladek tantrumlar qilar ekan. Ya'ni biz aytdik-ku, 5-6 yoshdan keyin o'sha o'tib ketadi. 6-7 yoshda o'tmasa mutaxassisga murojaat qilish kerak deb aytildi. U bola 14-16 yosh va boyroq odamning bolasi bo'lgan ekan va samolyotda uchishga qayerqadir sayohatga chiqayotganda biznes klassda joy tugab qolib, standart anaqada tarafda samolyotda uchib ketishga majbur bo'lib qolar ekan va shunda biznesga chiqmaganligi uchun, biznes klassda o'tirmaganligi uchun butun samolyotni boshiga ko'tarib, janjal qilib, o'zini bilmasdan anaqa qilar ekan. Janjal qilar ekan, tantrumlar qilar ekan shu bola. Oxiri bular shu suyakka qadalgandan keyin borib mutaxassisga murojaat qilishadi, nimaga unaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti. Shunda o'sha mutaxassis aytayapti, siz yoshligida shu bolangizni qanaqa tinchlantirgansiz tantrumlar paytida? Masalan, 1,5-2 yoshdan boshlanadi shunaqa narsa. Shu paytda nima qilib siz bolani tinchlantirgansiz deb so'rar ekan. Shunda ota-onasi shu nima so'rasangiz o'zini shundoq berganman yoki chalg'itishga harakat qilganman, hech qachon yig'lashga qo'yib bermagan ekan. Savoliga javobidan bilib olgani bo'yicha shunaqa. Ya'ni masalan, bola nima uchundir yig'layapti? Mama, o'shani ol. Bo'ldi. Qara yoki bo'lmasam, sirazi yig'lash boshladi. Qara, mama, bu yerda nimadir bor ekan. Qaramamiz senga nimadir beraman deb. O'sha paytda yig'lashga qo'ymasdan chalg'itib ketaverganda, har safar mana shunaqa bo'lgan. Har safar tantrumda endi yig'lashni boshlayapti, bola isterika qilib, sirazi umuman boshqa narsaga chalg'itib yuborish. Juda ham ko'p o'zim ham kuzatganman. Ota-onalarda mana shunaqa xato bo'ladi. Ya'ni, qara anaqa. Mush o'tib ketyapti. Qara kimdir kelyapti. Bo'ldi, yig'lama, nimadir bo'ldi. Qara senga shokolad beraman. Mana shunaqaga o'xshagan narsalar, chalg'itish. U ota-ona ham xuddi shunaqa qilgan ekan bolasiga. Va shunda psixolog aytayapti, bola bu vaziyatni yashab o'ta olmagan. U 2 yoshida ham shu narsadan o'tib keta olmagan. Va bu narsa hozirgacha davom etib kelyapti. Ya'ni bola o'sha vaqtida, o'sha 2 yoshda, 3 yoshida shu narsani yig'lashiga qo'yib bersangiz, bola o'zi yig'lab, e'tibor bersangiz agar, sinab ko'rishni boshlang. Bolangiz masalan 10 minut yig'laydigan bola bo'lsa, yig'lashiga qo'yib bersangiz, ya'ni yonida turib bersangiz, sog'lom qo'yib bersangiz yig'lashiga. Sekin tantrumlardan tantrumlarga qarab, ya'ni keyingi tantrumgacha bolani o'sha davomiylik qisqarishni boshlar ekan. Sekin bu narsa kamayib o'tib ketadi. Oxiriga borib bolangiz o'sha bitta narsaga yig'lash boshlaydimi, 1 minutda ko'nib o'ziga o'zi tinchlanib ketadigan bo'lib qoladi-da. Agar siz o'sha narsani yashab berishga qo'ymasangiz, u yillar davomida davom etib bu vaziyatdan chiqib keta olmay qolishi mumkin. Yoki bola o'zini o'zi his qilishi unutib qo'yishi mumkin-da. O'zini hislarini tushunish bosqichini shunchaki sakrab o'tib qo'ygan bo'lar ekan. Masalan, hozir jahlim chiqyapti, hozir charchadim, hozir ochiqadim, shuning uchun shunaqa bo'lyapman degan narsalarni o'zi tushunishga ulgurmay qoladi-da. Shuning uchun bir gap bilan aytganda, shu vaziyatda shunchaki yashab berishimiz kerak. Xo'p, endi nima haqida yozgan edim? Xo'p, tantrumlar tugadi. O'ziga keldi, yig'lashi tugadi. Endi nima qilishim kerak? Bu ham eng bitta muhim joyi. Shu tinchlangandan keyin birinchi o'rinda albatta gaplashib olishimiz kerak ekan. Masalan, sen nima uchun shunaqa qilding bilasanmi?
Chunki sen xafa bo'lding, shu narsani olib qo'yganim uchun sen xafa bo'lgan eding. Keyingi safar mana bunaqa qilamiz yoki xafa bo'lmasliging kerak edi, chunki men seni o'ylab qilgan edim. Masalan, u narsani olsang qo'lingni kesib olgan bo'lar eding yoki yiqilib tushgan bo'lar eding yoki biza uyga borishga kech qolgan bo'lar edik, ovqatlanolmay qolardik. Mana shunaqa o'zingizni tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Va hislariga albatta nom berishni o'rgating. Mana shu bosqich sizga kerak bosqich. U nima uchun yig'laganini o'zi bilishi kerak-da. U nomini bilmaydi. Siz nomlab bering shuni. Jahling chiqqani uchun yig'lading yoki bo'lmasam charchaganing uchun yig'lading, qorning ochqagani uchun yig'lading yoki xafa bo'lganing uchun yig'lading. Shunaqa. Va har doim o'sha alternativ, ya'ni muqobil bo'lgan yo'lni o'rgatishingiz kerak. Keyingi safar anaqa deb ayt, siqilsang, mana shunaqa bo'lsang, kelib quchoqla meni, yaxshi bo'lib qolasan. Yoki bo'lmasam, yordamingiz kerak deb ayt, yonimda turing deb ayt. Shunga o'xshagan. Tantrumlarni kamaytirishga ham yordam beradigan yo'llar bor ekan. Bular shu: aniq kun tartibi, yuqorida aytganimdek, bolada aniq kun tartibi bo'lishi kerak. Ya'ni yangiliklar bola uchun stress bo'lishi mumkin. Yetarlicha uyqu, albatta. Uyquni ham har doim bir xil vaqtda uxlab, bir xil vaqtda turishga e'tibor bering. Agar bu narsa sizda rejimda bo'lmasa, rejimga solishga harakat qiling. Bu ham bola uchun eng katta yordamlaringizdan bittasi bo'ladi. Va undan kech qolmasligi kerak bolalar uxlashda. Bu ham alohida katta mavzu. Hozir unga o'tmoqchi emasman. Va biron nima qilmoqchisiz, oldindan ogohlantiring. Masalan, o'ynayapti, qo'ldan olib qo'ymoqchisiz yoki o'yinni to'xtatib boshqa joyga ketmoqchisizlar. U shu ko'chada plashatkada o'ynab qoldi, siz olib ketishingiz kerak, uyga kech qolyapsiz. Mana shunaqa paytda yana 3 minutdan keyin ketamiz deb boladan ogohlantiring. Va 2 minut qoldi, 2 minutdan keyin ketamiz. 1 minut qoldi, ketamiz. Endi ketdik. Shunaqa. Yoki bo'lmasam, nimadir o'ynab turibdi. Masalan, menda bolam juda ham ko'p tuz bilan o'ynaydi. Tuz idishini olib, qoshiqda unisidan bunisiga solib qiladi. Ko'pincha to'kadi, mana shunaqa narsa. Shuni olib qo'ysam har doim tantrum bo'ladi. Va shunaqa qanaqa qilib bundan chiqishim kerak ekan? Bo'ldi, yana 5 marta mana shunaqa qilsang yoki 5 gacha sanasak, ketamiz. 5, 4, 3, 2, 1. Ana bo'ldi, tugadi, ketdik. Mana shunaqa qilib oldindan ogohlantirib harakat qilishingiz kerak ekan. Rostdan ham ish beradigan narsa ekan, o'zim ham sinab ko'rdim. Shunaqa oldindan ogohlantirish foydali bo'lar ekan. Bu ham menga yangilik bo'ldi, sizlar uchun ham yangilik bo'ladi deb o'yladim. Va masalan, nimadir kiymayman deb janjal qilyapti. Kiymayman deb boshladi. Bunaqa vaziyatda kiyasanmi yo'qmi degan tanlovdan ko'ra qaysi birisini kiyasan degan tanlov berishingiz foydali bo'lar ekan. Masalan, ko'kini kiyasanmi, qizilini kiyasanmi? Yashilni olasanmi, ko'kini olasanmi? Masalan, nimadir olmoqchi bo'lsa. Shunaqa. Masalan, katta mashinani olib oldi. Siz kichkinaroq bitta mashinani ko'rib qoldingiz. Kichkinaroqdan ikkita olasiz va qaysi birini tanlaysan? Buni olasanmi, buni olasanmi? deb bolaga anaqa tanlov berishingiz uni shu tanlovdan bittasini tanlashga majbur qilar ekan. Va ko'proq jismoniy yaqinlik, ya'ni bu degani ko'proq bolangizga mehr berishingiz kerak. Albatta, har doimgidek ko'proq quchoqlash, ko'proq mehr berish, o'pib qo'yish, yaxshi gapirish, mana shu narsalar ham yaqinlik bolada tantrumlar kamayishiga ham olib kelar ekan, yordam berar ekan. Ya'ni bu shu ona bilan xavfsiz bog'lanish deyiladi. Bolangiz bilan shu yaqinlik qila olsangiz, bola sizni o'ziga yaqin, eng yaqin inson deb hisoblasa va yetarlicha mehr olsa, bo'ladi tantrumlar ham kamroq bo'lar ekan. Chunki tantrumlar shu ba'zi hollarda e'tibor yetishmasligidan ham bo'lib qolar ekan. Ya'ni u sizni yaxshi yo'l bilan e'tiboringizni torta olmayapti, yomon yo'l bilan e'tiboringizni tortishga harakat qilishni boshlaydi. Shuning uchun bolaga har doim e'tibor berishga va sifatli vaqt ajratishga harakat qiling. Vaqt ajratish boshqa narsa, qo'lingizda telefon bo'lishi yoki nimadirga chalg'ishingiz yoki boshqa bolangiz bilan vaqt o'tkazayotgan paytingiz uni ham qo'shib olishingiz bu uchun sifatli vaqt bo'lmaydi. Faqat o'sha bolangizga e'tibor qaratib, hech nimaga chalg'imasdan 100% o'sha joyda, haqiqatda shu yerda bo'lishingiz 10 minut bo'lsa ham,
bola uchun butun kuniga yetadigan darajada e'tibor ola olar ekan o'sha vaqtda bola. Shu narsaga ham e'tibor bering. Vaqt ajratyapman-ku, nima uchun bolam haliyam yopishib olgan menga deb o'ylasangiz, siz sifatli vaqt ajratyapsizmi yo'qmi, mana shu narsaga ham e'tibor berishingiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, albattaki shu yerda aytib o'tishim kerak. Masalan, shu yosh ichida ham norma dedim-ku. Normani ichida ham normadan oshib ketadigan holatlar bo'ladi-da. Qachon mutaxassisga murojaat qilishim kerak deb aytsangiz, bolada juda ham ko'p, haddan tashqari ko'p tantrumlar bo'lsa va juda ham kuchli bo'lsa, osonlikcha uni to'xtatib ola olmaysiz, osonlikcha u vaziyatdan bolani chiqarib ola olmaysiz. Bola o'ziga o'zi zarar yetkazib tashlaydi har safar, o'zini u yog'iga uradi, bu yog'ini uradi, qo'liga jarohat yetkazadi, mana shunaqa yoki kimgadir jarohat yetkazadigan va nutqida yoki bo'lmasam ijtimoiy rivojida orqada qolayotgan bo'lsa, albattaki mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak bo'lar ekan. Bunda qanaqa bo'ladi? Kimlarga murojaat qilinadi? Boya tepada ham mutaxassislar deb aytib ketdim. Qanaqa mutaxassis kerak desangiz, shu bolalar psixologi, yaxshi bitta bolalar psixologini topishingiz mumkin yoki nevropatolog bilan ham maslahatlashishingiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, 25 minut, 26 minut gapiribman. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Bu o'zi katta mavzu va bilganimcha, boricha menimcha hamma ma'lumotlarni berib bo'ldim. Yakun sifatida nima ayta olaman? Bolangizda mana shunaqa holatlar bo'layotgani tabiiy. Buni yana bir marta qaytaraman. Bolangiz rivojlanyapti, muhimi. Bu yaxshi belgi. Bu vaziyat hammada bo'ladi va hamma shu vaziyatda yashab o'tadi. Muhimi siz nima qilishingiz, qanaqa bo'lishingiz. Ya'ni bu bolangizda nimadir yomon qilayotganingizdan, nimadir kamligidan yoki bolangizda nimadir ne to ekanligidan emas. Bu tabiiy jarayon va hammada bo'ladi. Shunchaki buni sokin, xotirjam yashab o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu sizni yomon onaligingizni bildirmaydi yoki yomon tarbiya qilayotganingizni bildirmaydi. Bu narsani siz shunaqa qabul qilingki, bolangiz shunaqa vaziyatda, bolangiz yig'layapti, bolangiz qichqiryapti, bu ona menga yordamingiz kerak degani. Bolangiz sizdan yordam so'rayapti va uni so'z bilan tushuntirib bera olmayapti. Bu vaziyatda eng ko'p yordam bera oladigan va eng ko'p yordamini xohlaydigan odami bu sizsiz. Shunaqa, sizni xotirjamligingiz bolangiz uchun eng katta tayanch, eng katta ishonch bo'lib bera oladi mana shu vaziyatda. Sabr qilsangiz, mana shu vaziyatdan chiroyli o'tib bersangiz, ma'ra sizniki. Siz mustahkam asab tizimiga ega farzand tarbiya qila olgan bo'lasiz. Shunaqa manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Salomat bo'ling.